Biz buni uddaladik. Bu tosh jarlikdan uloqtirish uchun ajoyib mos keladi. Keyingi uchrashuvimizgacha sabr bilan kut. Genjutsu Danuivan. Biz niyat qilgan ahmoqona orzularga barcha ishlardan keyin erisha olmaymiz. Genjutsu Danuivan. Hashirama, meni kechir. Bu kulgili edi. Vaqtni yaxshi o'tkazdik. Jangimiz menga juda yoqdi. Men haqiqatdan ham yutqazdim. Hatto oramizdagi kurash ham yuzimda tabassum uyg'otdi. Madara Uchiha. Aslida u yovuz bo'lganmi? Yoki shunchaki buyuk xayolparastmi? Salom do'stlar. Bugungi videoda biz Madaraning hayoti va uning bosib o'tgan yo'li bilan yaqindan tanishamiz. Madara Uchiha aslida qanday inson bo'lganini bilishdan avval kelinglar uning hayoti bilan yaqinroq tanishib olsak. Madara 24-dekabrda klanlar aro kechayotgan qonli urushlar davrida olamga keladi. Tajima Uchihaning birinchi o'g'li bo'lgan Madaraning yana 4 ta ukasi bor edi. O'sha paytlardan boshlab Uchiha va Senju klani bir-biriga ashaddiy dushman bo'lishgan. Aynan shunday urushlarning birida Madara o'zining 3 ukasidan ayriladi va u bilan faqatgina Izuna qoladi. Kunlarning birida Madaraning oldiga bir bolakay keladi. Bu bolaning ismi Hashirama Senju bo'lib chiqadi. Shu paytdan boshlab Madara va Hashirama juda ham qalin do'st bo'lib olishadi. Keyinchalik Hashirama ham o'zining bir ukasidan ayriladi. Shundan so'ng esa Madara va Hashirama baland qoya ustida o'tirib bir-biriga va'da berishadi. Barchasi hal. Mana shu yerda biz o'z qishlog'imizni quramiz. Va biz shunday qilamizki, yosh bolalar bir-birlarini o'ldirmasinlar. Biz bolalar uchun maktab quramiz. U yerda ular o'qib, kuchli bo'lishni o'rganishadi. Tabirama otasining buyrug'iga asosan Hashirama va Madarani kuzatgandi va Madara to'g'risidagi barcha ma'lumotni otasiga aytib bergandi. Shundan so'ng Hashiramaning otasi Madara Uchiha ekanligini va Hashirama uni o'ldirish kerakligini buyuradi. Aksiga olib Madaraning otasi ham Madaraga xuddi shunday topshiriqni bergan bo'ladi. Madara va Hashirama bir-birini tosh bilan ogohlantiradi va birozdan so'ng esa oraga ularning oilasi qo'shiladi. Shundan so'ng Madara ilk bor o'zining sharinganini uyg'otadi. Va aynan shu paytdan boshlab Madara va Hashirama ashaddiy dushmanga aylanishadi va bir necha yillar davomida ular juda ko'p marta to'qnash kelishadi. To'qnashuvlarning birida Madara o'zining Mangekyo sharingani bilan ham Hashiramaga hech narsa qila olmaydi. Oradan shuncha yillar o'tsa ham Madara baribir Hashiramani unutmagandi va uni do'sti deb bilardi. Hashirama ham do'sti Madarani hech qachon dushman deb bilmagandi. Va u Madaraga tinchlik sulhini tuzishni taklif qiladi. Lekin Madara ukasi Izunaning o'limiga sababchi bo'lgan Tabiramani deb tinchlik sulhiga rozi bo'lmaydi. Tabirama Uchihalarni yomon ko'rgani kabi, Izuna ham Senju klanini juda yomon ko'rardi. Shu sabab ham Madara bu jangda chekinib, keyingi jangda o'ch olish uchun ukasining Mangekyo sharinganini o'ziga o'tkazib oladi va boqiy Mangekyo sharinganga ega bo'ladi. O'zining Senju klaniga bo'lgan so'nggi hujumini boshlagan Madara afsuski Hashiramaga yana bir bor yengiladi. Hashirama yengilgan Madarani o'ldirish o'rniga kimdir o'lish kerak bo'lsa, bu men bo'la qolay va meni o'limimdan so'ng Madaraga hech kim tegmasin deya buyruq beradi. Ammo buni kuzatib yotgan Madara Hashiramaning gaplariga ishonadi va ular va nihoyat tinchlik sulhini tuzishadi. Qanchadir vaqt mobaynida Madara va Hashirama yoshligidagi orzuiga erishgandek ko'rinadi. Ular hattoki Kanoha qishlog'ini ham barpo etishadi. Yashirin yaproq qishlog'i, ya'ni Kanohagakure. Shaxsan Madarani o'zi aynan shu ismni yangi barpo etilgan qishloqqa qo'yadi. Lekin Madara hech kim Uchihalardan Hokagelikka nomzod chiqishini xohlamayotganini va hali ham barcha Uchihalardan shubhalanayotganini ko'rib, o'zining rejasini tuzishni boshlaydi. Madara Uchihalar tosh yodgorligida yozilgan barcha ma'lumotlarni o'qiydi. U yerda aytilishicha, Senju va Uchiha klani azaliy dushman bo'lishgan va ular oldindan jang qilib kelishgan. Qanday qilib butun jahon shinobilar jangini to'xtatib, tinch va suyishda hayot kechirsa bo'ladi va shunga o'xshagan ko'p ma'lumotlarni bilib oladi. Madara Hashiramani so'nggi bor gaplashib olish uchun chaqiradi va Uchihalar tosh yodgorligida o'qigan barcha narsasini Hashiramaga aytib beradi va uni tark etadi. Endi Madaraning maqsadi Hashiramanikidan butkul farq qilardi. Madaraning maqsadi barcha o'zi istagan orzu olamida yashashi va shinobilar olamida tinchlik hukm surishi edi. Yillar o'tib Madara Hashirama bilan jang qilgani qaytib keladi. Madara o'z nazorati ostida 9 dumli
kuchli tulki, ya'ni Kuramani Sharingani orqali boshqarar edi. Madara qancha urinmasin, yana bir bor Hashiramaga yengiladi. Hashirama Madaraning orqasidan katanasini tiqib, uni o'ldiradi. Lekin Madara buni ham oldini olib qo'ygan ekan. Madara o'ng ko'zida Izanagini aktivlashtiradi va taqdirini o'zgartiradi. Shu orqali o'ng ko'zidan ayriladi. Madara taqdirini o'zgartirib, o'zining o'rniga klonini qo'yadi va shu orqali tirik qoladi. Kloni esa uning o'rniga o'lik, murda bo'lib yotadi. Madara Hashirama bilan jangi paytida Hashirama tanasining bir qismini tishlab uzib oladi. Hashirama tana hujayralarini Madara o'z tanasiga tikib qo'yadi. Buning sababi esa Madara o'zida Rinneganni uyg'otishi va Gedo Mazo, ya'ni Gedo haykalini chaqirish edi. Lekin faqatgina yillar o'tib, Madara tanasiga ulangan Hashirama hujayrasi foyda berdi va Madara o'zida Rinneganni uyg'otdi hamda Gedo haykalini chaqirdi. Gedo haykalidan Madara Hashirama hujayrasini ko'paytirishda foydalandi. Bu narsa unga umrini uzaytirib turish uchun kerak edi. Madara qarib qolgani uchun uni tanasi ko'p narsaga yaroqsiz bo'lib qolgandi va u o'z ko'zlarini Uzumaki klanidan bo'lgan Nagato ismli bolaga tashlab ketadi. To'g'riroq qilib aytadigan bo'lsak, Nagatoning yoshligida bu ko'zlarni unga o'rnatib ketadi. Endi Madaraga bu ko'zlarni qaytib olish uchun va o'z rejasini amalga oshirish uchun yordamchi, sherik kerak edi va u sherik sifatida Obito Uchihani tanladi. Madara tanasini yarmini tosh ezib qolgan Obitoni o'z qaramog'i ostiga oladi va unga g'amxo'rlik qiladi. Madara Obitoni yaxshilik yo'lidan olib, o'z yo'liga solish uchun Obitoga do'stlari uni unutganini, endi u hech kimga kerakmasligini aytadi. Albatta, Obito bu gaplarga ishonmaydi. Hattoki Madarani miyasi aynigan chol deb ham ataydi. Madara Obitoning o'ng tomoniga oq zetsudan tana yasab beradi va yuragiga uni boshqarish uchun tamg'a qo'yadi. Bu tamg'a aktivlashish uchun bir narsa qilinishi kerak edi. Madarani rejasi Rinni yashirin tuman qishlog'iga o'g'irlatib, uni uchdumlikning Jinchurikisiga aylantirish va Konohaga hujum qildirish edi. Lekin afsuski Rin boshqa yo'lni tanladi. U o'zini qurbon qildi. Lekin bu hodisa ham Madaraning foydasiga o'ynadi. Chunki Obito Kakashi qanday qilib Rinni o'ldirganini ko'rib qoldi va o'zining Mangekyo Sharinganini uyg'otdi. Shundan so'ng Obito shaxsan o'zi Madaraning oldiga qaytib keldi va uning rejasini tinglashni boshladi. Madara Obitoga oy ko'zi rejasi haqida aytib berdi va barcha rejalari bilan bo'lishdi. Shundan so'ng unga Qora Zetsuni sherik sifatida tayinladi. Obito endi Madara va Tobi rolini o'ynash kerak edi, Akatsukini o'z tomoniga og'dirish kerak edi va Nagatodan Rinneganni qaytib olib, Madarani qayta tiriltirish kerak edi. 4-jahon shinobilar jangi. Niqob ostida yashiringan Obito Madara rolini qoyil maqom qilib ijro eta oldi va 5 Kageni qo'rqita oldi. U barchaga 4-jahon shinobilar jangini e'lon qildi. Lekin oraga tushgan Kabuto barcha rejalarni buzib tashladi. Kabuto haqiqiy Madara kimligini bilardi, chunki u Madarani tanasini topib olgandi va shu bilan u Obitoni qo'rqitishni boshladi. Obitoni esa sherikchilikda ishlashdan boshqa yo'li qolmadi. Madaraning qaytishi. Haqiqiy Madara. La'natda. Hazillashyapsizmi? La'nati nima bu? Unga aniq kuchimiz yetmaydi. Bu ilohlar kuchi. Hech kim bu ko'zlarga qarshi chiqa olmaydi. Olov unsuri. Alangali vayronagarchilik. Bu hali hammasi emas. Madara bu dunyoni inkor etuvchi borliqdir. Qudratga ega bo'lgan insonlar nizoni xohlashadi. Qudratsizlar esa aksincha barcha narsadan ayrilishadi. Bu Uchiha Madara. O'zingni ko'palday berma. Bu meni kuchim. Bu ilohlar kuchi. Xo'sh, ikkinchisi bilan nima qilmoqchisan, o'noki?
4-jahon shinobilar jangi paytida Madarani Kabuto Eda Tensei texnikasi yordamida qayta tiriltiradi. Madara Kabutodan u kimligini va nega uni qayta tiriltirganini va Obito qayerdaligini so'raydi. Kabuto esa Madarani Eda Tensei texnikasi yordamida ortga qaytarganini va Eda Tensei Madarani yanada kuchliroq qilganini aytib maqtanadi. Lekin Madara bunga javoban Kabutoni mensimay ustidan kuladi va unga o'z kuchini ko'rsatish uchun Shinobi alyansiga qarshi bir o'zi jang qilishni boshlaydi. Madara ko'p yillar mobaynida jang qilmaganligi uchun u bu jangni xursandchilik bilan boshlab yuboradi. Madara Shinobi alyansi bilan shunchaki qizib olish uchun jang qilayotgan edi. Lekin oraga Gaara, Naruto va Onoki qo'shilganidan so'ng Madara Susanosini faollashtiradi. Vaqtdan unumli foydalanish uchun Naruto Madaraga qarata Rasen Shurikenini otadi. Madara esa bunday texnikani qaytarish uchun Rinneganini faollashtiradi. Rinnegani uyg'ongan Madara shinobilarning ustiga meteoritni chaqiradi. Onoki va Gaara meteoritni bir amallab to'xtatishadi, lekin Madara ularga sovg'a sifatida ikkinchi meteoritni yuboradi. Bu meteorit bir nechta shinobilarni olamdan olib ketadi. Shuningdek, Madarani o'zi ham meteorit tagida qolib ketadi, lekin u Eda Tensei yordamida olamga qaytarilgan va unga hech narsa qilmaydi. Madara bir narsani sinab ko'rish uchun chaqiruv texnikasidan foydalanadi va bu Kuramani chaqirish texnikasi ekan. Madara Kuramani qayerdaligini bilgisi kelgan ekan. Kurama Narutoni ichidaligini bilganidan so'ng Madara Narutoga Hashirama texnikalarini qo'llaydi, ya'ni daraxt unsuri texnikalarini. Naruto, Onoki va boshqa shinobilar albatta bu texnikadan qutulib qolishadi. Keyin esa Madara bilan jang qilgani 5 ta Kage shaxsan o'zi keladi. Raikage, Kazakage, Mizukage, Tsuchikage va nihoyat Hakage Madara bilan astoydil jang qilishadi, lekin barchasi zoya ketadi. Madara esa hozirgi avlod Kagelari kuchini sinayotgan edi. Kagelar Madaraga o'zining barcha texnikalarini qo'llashdi. Madara esa o'zining faqatgina boshlang'ich Susanosini ishlatdi xolos. So'ngra Madara Kagelarga uning tanasida Hashiramaning yuzi borligini va shu sababdan ham u Hashirama texnikalarini qo'llay olayotganini ko'rsatib qo'ygisi keldi. Madara Tsunade Hashiramaning nabirasiligini bildi va u juda ham kuchsiz ayolligini unga aytdi. Tsunade esa o'zining to'qimalarini regeneratsiya qila oladigan yagona shinobiligini aytib maqtandi va Madaraga hujum qildi. Bunday jangdan zerikkan Madara esa har 5 Kagega o'z Susanosi bilan qoplangan klonni yubordi va o'sha taniqli bo'lgan iborasi "Vam klonov Susano Elibias", ya'ni tarjima qilganda sizga klonlar Susano bilan bo'lsinmi yoki yo'q iborasini aytdi. Kagelar ichida Madaraning hurmatiga sazovor bo'lgan yagona shinobi bu Onoki bo'ldi. To'satdan Eda Tensei texnikasi o'z kuchini yo'qotdi, ya'ni bu texnika to'xtatildi. Barcha Kagelar shinobilar hayron qolishdi. Kim bunday ishni qila oldi? Madara esa bu olamda hali ham kuchli shinobilar bor ekan deya shu odamni tan oldi. Bu esa barchaga taniqli bo'lgan Itachi Uchiha edi. Kagelar qancha urinmasin Madaraga kuchi yetmadi, uni yenga olishmadi. Madara barcha Kagelarni mag'lub qilgan edi va bularning barchasi Madaraning boshlang'ich formasida. Kagelar ustidan g'alaba qozongandan so'ng Madara Obitoni topadi va ular birlashadi. Obito esa bu paytda Killer Bee, Kakashi, Gai va Naruto bilan jang qilayotgan edi. Madara esa Gedo haykalini o'ndumlikka transformatsiya qilayotganini, ya'ni o'ndumlikka aylanayotganini ko'rib, Obitoni urishadi. So'ngra Madara o'ndumlikni to'liq shaklda va to'liq kuchda ortga qaytarish uchun 9 dumlik Kurama va 8 dumlikni tutishga harakat qiladi. Buning uchun u Hashiramaning daraxtli ajdar texnikasidan foydalanadi, lekin afsuski uni Maito Gai o'z texnikasi bilan to'xtatib qoladi va o'ndumlik shundayligicha ortga qaytadi. Madara va Obito o'ndumlikni boshqarish uchun uni boshiga o'tiradi va unga ulanib olishadi. Obito Madaraga Naruto va Killer Bee'ni o'ldirish uchun o'ndumlikni bombasini otaylik deydi va ular shunday qiladi. Lekin ularni yordamga yetib kelgan Shinobi alyansi qutqarib qoladi. Shinobi alyansi bor kuchini ishga solib o'ndumlikni ushlab turishga harakat qiladi, lekin bularning barchasi zoya ketadi, chunki o'ndumlik yangi shaklga kirayotgan edi, ya'ni transformatsiya qilgandi. O'ndumlikka qarshi ketayotgan jangda Shinobi alyansi, ya'ni Ino va Shikamaruning otasi o'ndumlik qilayotgan hujumlarni aniqlashda
juda katta yordam berayotgan edi va bularni ko'rgan Madara ularga qarata 10 dumlik bombasini otdi va ularni o'ldirdi. Lekin o'limidan avval Ino va Shikamaruning otasi so'nggi foydali bo'lgan ma'lumotni yetkazdi va hayotdan ko'z yumdi. So'nggi olingan ma'lumot Jubi, ya'ni 10 dumlik hamda Uchihalar Obito va Madara orasidagi ulangan aloqani uzib tashlashga katta yordam berdi. Shinobi alyansi va nihoyat Uchihalarni va 10 dumlikni ajratishdi va ularga qarshi alohida jang qilishdi. Nazorat ostidan chiqqan 10 dumlik endi Uchihalarga quloq solmasdi va o'z holicha jang qilardi. Bu paytda esa Obito o'z Kamui o'lchamiga ketib qoldi. Madara yolg'iz qoladi va yana Shinobi alyansiga qarshi jang olib borishi kerak edi, lekin u birinchi Hokage Hashirama chakrasini sezib qoladi va u tomonga yo'l oladi. Bu damlarni Madara intiqlik bilan kutgan edi va Hashiramani xursandchilik ila kutib oladi. Hashirama esa uni mensimagandek Madaraga shunday javob beradi: "Hozir emas, sen bilan keyinroq jang qilamiz." Bunday javobni eshitgan Madara hayron qoladi va na iloj deya Hashiramani kutib o'tiradi, lekin Hashirama Madaraning oldiga o'zining daraxtli klonini yuboradi. Madara esa unga hattoki e'tibor ham bermaydi. Hashiramani kloni Madaraga hujum qilaverganidan so'ng Madara uni o'ldiradi va buni juda ham zerikarli ish deb aytadi. Obito qaytganini sezgan Madara Obito ichidagi qora priyomniklarni aktivlashtiradi va uni o'z nazorati ostiga olmoqchi bo'ladi. Shu orqali Madara o'zini qayta tiriltirmoqchi bo'ladi, lekin Obito 10 dumlikni Jinchurikisiga aylanadi. 10 dumlik Jinchurikisi. Va nihoyat Madara Hashirama bilan uzoq kutgan jangini o'tkazadi. Hashirama Madarani daraxt texnikalari yordamida ushlab turadi. Shinobi alyansi esa paytdan foydalanib Madarani muhrlab qo'ymoqchi bo'ladi. Bu paytga kelib Obito ortiq 10 dumlik Jinchurikisi emasdi va Obito endi yaxshi edi hamda barcha qilgan gunohlarini o'lgan shinobilarni ortga qaytarish yordamida yuvmoqchi bo'ladi, lekin Madara bunga yo'l qo'ymaydi. Madara o'zining yana bir sirli quroli bo'lmuş qora Zetsuni ishga soladi va Obito tanasini qora Zetsu bilan qoplab oladi. Qora Zetsu Madarani внешний путь сансары небесной жизни, ya'ni osmon hayoti sansara tashqi yo'li texnikasi yordamida ortga qaytaradi. Qayta tug'ilgan Madara o'zining Rinneganlaridan ayriladi, chunki Madara ilk bor o'layotganda Rinneganlarsiz o'lgan va bu soxta Rinneganlar. Bularni barchasini kuzatib turgan Sasuke paytdan foydalanib Madaraga Amaterasu texnikasini qo'llaydi. Ammo Amaterasu olovi Madaraga emas, aksincha uni ustidagi kiyimlarga tekkan edi va Madara shu orqali tirik qoladi. Ko'r bo'lib qolgan Madara Naruto va Sasuke'ni to'p kabi tepib yuboradi va Hashiramadan barcha chakrasini so'rib oladi. Hashirama chakrasini so'rib olgan Madara endi sensorlik qobiliyatiga ega edi va unga ko'zlar kerak emas edi. Ya'ni sensorlik qobiliyati uni sezuvchanligini oshiradi va raqib chakrasini his qilishda yordam beradi. Madara 10 dumlikni yana ortga qaytarish maqsadida dumlik hayvonlar bilan jang qilgani ketadi. Dumlik hayvonlar bilan jang mobaynida Madara o'zining o'ng qo'lidan ayriladi. Lekin oq Zetsu o'z vaqtida yetib keladi va o'zi bilan birga Rinneganni olib keladi. Madara bir Rinnegan va oq Zetsuni o'ng qo'lini olib o'ziga qo'yib oladi. Madara Obito tanasidan Gedo Mazoni chaqirib oladi va dumlik hayvonlar hujumini Limbo yordamida to'xtatib turadi. Va nihoyat Madara Gedo Mazo yordamida barcha dumlik hayvonlarni tutib oladi. Shuningdek, Naruto ishidagi Kurama va Killer Bee ichidagi 8 dumlikni ham. Gedo Mazo to'liq kuchi bilan yana 10 dumlikka aylanishni boshlaydi. Madara oq Zetsudan qora Zetsuning ishlari qanday ketayotganini, ya'ni u Obitodan Rinneganni ola oldimi yoki yo'qmi deb so'raydi. Bu paytda esa Tabirama Madaraga hujum qiladi, lekin afsuski barcha harakatlar zoya ketadi. Shuningdek, Sasuke ham Madaraga hujum qiladi, lekin Madara Sasuke'ni qandaydir texnika yordamida to'xtatib qoladi va unga o'z katanasini tiqib oladi. Ana endi esa navbat Madarani 10 dumlikning Jinchurikisiga aylanish payti kelgandi. Nimanidir himoya qilish uchun nimadandir voz kechishing kerak. Bu do'sting bo'lsin, hosil aka-ukalaring yoki birgina farzanding. Senga axir yetarlicha vaqt bergandim, shunday emasmi? Axir aytgandim. Juda oz vaqting qoldi deb aytgandim. Sharmanda.
10 dumlik Jinchurikisiga aylangan Madara Obitodan ikkinchi Rinneganini tortib olgani uni oldiga ketadi. Nazoratni o'z qo'liga olgan Obitoni ko'rgan Madara Obitoni yana yolg'onlar yordamida o'z izmiga solishga harakat qiladi. Lekin bu safar Obito Madaraning yolg'onlariga uchmaydi va uning oldiga yaqinlashib ko'kragiga qo'lini tiqib oladi va u yerdan dumlik hayvonlarni tortib oladi. So'ngra Kamuisini aktivlashtirib, o'lim yoqasida turgan Narutoni boshqa o'lchamga olib qochishga muvaffaq bo'ladi. Endi qanday yo'l tutishni rejalashtirib turgan Madarani oldiga esa jang qilgani Maito Gai keladi va buyuk jang boshlanadi. Hali ham raqsga cho'lasan, to'g'rimi? Nima boshqa texnikalarni bilmaysanmi? Meni xursand qilishda davom et. Ajoyib. Raqsga chiqash. Voy, sen. Isming nima? Maito Gai. Shu ondan boshlab barchadan kuchli bo'lib ketuvchi inson. Men Uchiha Madara. Seni barchadan kuchli deb e'lon qilaman. Maito Gai barcha 8 darvozani ochadi va Madaraga kechki fil, ya'ni вечерний slon texnikasi bilan hujum qiladi. Maito Gai ninjutsu va genjutsudan foydalana olmasligini bilgan Madara u bilan taijutsu orqali jang olib boradi. Gai so'nggi 8-o'lim darvozasini ochadi va Madaraga Nochnoy Motelok texnikasi bilan, ya'ni qizil ajdarga o'xshagan texnika bilan hujum qiladi. Madara agar o'ndumlikni Jinchurikisi bo'lmaganda albatta vafot etgan bo'lardi va buni o'zi ham tan oladi. Shuningdek, Madara Maito Gaini taijutsu bo'yicha eng kuchli inson deya tan oladi. Madara shaxsan o'zim Maito Gaini o'ldiraman deya unga Gudou Dama sharini otadi, lekin yordamga yetib kelgan Naruto bu sharni koptokdek tepib yuboradi. Madara Narutoni ko'rib juda hayron qoladi, chunki endi Narutoning kuchi ham Madaranikiga teng edi. Naruto ulkan lava lirasin shurikenni Madaraga qarata otadi va uni ilohiy daraxtga qo'shib kesib yuboradi. Ana shunda ilohiy daraxt Madaraga meni ye deb buyuradi va Madara ilohiy daraxtni yeydi. Madara kuchini qayta tiklab olgandi va yanada kuchliroq bo'lgandi, lekin uni qarshisida turgan Naruto va Sasuke ham yangi qobiliyat va yangi kuchlarga ega bo'lishgandi. Madara ularga suyoq rang rayton chaqmoq usuli bilan hujum qiladi, lekin bu unchalik ham foyda bermaydi. Ana shunda Madara Kakashidan Mangekyo Sharinganini tortib olib, Kamui o'lchamiga teleport qiladi. U yerda Obitodan Rinneganni qaytib olish kerak edi. Madara Rinneganni yo'q qilish kerak bo'lgan Sakurani endi o'ldiraman deganda, Obito Sakurani Kamuidan chiqarib tashlaydi. Madara Kamui o'lchamida Obitoga bor haqiqatni aytib beradi. Obito Madara qo'lidagi shunchaki oddiygina o'yinchoq bo'lganini aytadi. Rinni o'limi va Obitoni yuragidagi tamg'a haqida ham aytib beradi. So'ngra Madara o'ziga tegishli bo'lgan Rinneganni ortga qaytib oladi va ana endi unda 2 Rinnegani bor edi. Endi Madara Otsutsuki edi va u Qora Zetsu bilan ortga qaytadi hamda 7-jamoaga qarshi jang olib boradi. 7-jamoa Madaraga qarshi hech narsa qila olmaydi va Madara Boqiy Tsukuyomini oyga qarab aktivlashtiradi, ya'ni faollashtiradi. 7-jamoadan tashqari barcha Boqiy Tsukuyomi uyqusiga ketishgandi. Birgina Sasukening Susanosi 7-jamoa Boqiy Tsukuyomi uyqusiga ketmasligini oldini oldi. Madara va nihoyat shuncha yillar mobaynida tuzgan rejasini amalga oshirdi va o'zini olam xaloskori deb e'lon qildi. Olam xaloskori Uchiha Madara. Hikoyang shu yerda o'z yakunini topdi. Madara 7-jamoa bilan suhbatlashib turgan bir paytda Qora Zetsu Madaraning orqasidan zarba beradi. Qora Zetsu xuddi Obito Madarani qo'lida oddiy o'yinchoq bo'lganidek, Madara ham Qora Zetsu qo'lida o'yinchoq bo'lganini aytadi. Shuningdek, Uchihalar tosh yodgorligida yozilgan barcha narsani Qora Zetsu o'zgartirib tashlaganini unga aytadi. Aldanganini bilgan Madara, qayerda xato qildim Hashirama deya Kaguyaga aylanishni boshlaydi. Endi 7-jamoa Kaguya Otsutsuki bilan jang olib borish kerak edi. Shinobi olamidagi barcha chakra Kaguya Otsutsukiga tegishli edi. Lekin 7-jamoa bir amallab uni muhrlab qo'yadi. Rikuda Sanin, ya'ni Hagoromo barchani Madaraga qo'shib ortga qaytaradi. Chunki ular Kaguya olamlarining birida bo'lishgandi.
So'ngra Hasharama do'sti Madara bilan so'nggi bor suhbatlashgani uni oldiga keladi. Madara Hasharamaga meni orzularim yakson bo'ldi, seniki esa hali ham porlamoqda deb aytadi. Hasharama esa unga javoban sen meni eng yaqin do'stim bo'lgansan va do'stligimiz abadiy bo'ladi. Nima bo'lganda ham meni do'stim bo'lib qolasan deb aytadi. Barchasi tugadi. Bu senmisan, Hasharama? Ha. Menimcha, na sen va na men orzularimizga erisha olmadik.